وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de mundaqtaydı. وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلْ. Allah Ta'ala bu ayette insanların nime buyuruyordu? Hiç akrabalar kimlerden ibaret? Sili rahim kılışının hükmü nime? Sili rahiminin derecesi nimelerden ibaret? İhtiyaclık uruk tuqqanlarga zakat berilse bulamdı. Uruk tuqqançılıkını çıkış kılıp durup ayal uruk tuqqanlarının bir sorunda oltırışı doğru mu? Bizge yamanlık kılgan uruk tuqqanlarımız bilen kandak muamelede bulunuz? Sohbetimizden devamına merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve usalli ve usallimu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Dünyanın her qaysı yerlerde körümen qırındaşlar, bugün biz Allah'ın yardım bilen hukuk ve mecburiyet namlıq programımızın 13. bölümünü sizler bilen ortaklaşış üçün ben Nizamiddin Temkini hukuk ve mecburiyet namlıq sohbetimizden daimlik mühmini Ustaz Muhammed Ali bilen bir arıq geldik. Sohbetimizden bu bölümünde İslam'da uruk tuqqanlar arasındaki münasebet ölçümü doğrusunda toxtalımız. Assalamu alaikum Ustaz Muhammed Ali. Aleykümselam. Bizden bugünkü sohbetimiz uruk tuqqanlar arasındaki münasebet ölçümü dairesinde oldu. Onda bolğanken ular bilen biz tanışıp çıkışımız zörür. Uruk tuqqanlar kimlerden ibaret? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala emma ba'du. İslam ictimai münasebetlerinin ki en mühim halkası olan uruk tuqqanlarını özara yıkıllaştırış için seyli rahme prensipini oturuq koygan. Şu Kur'an hadisler tilgalangan seyli rahme uruk tuqqanlar arasındaki özara münasebetini bağlaşını görüstüdür. Hem de şu ayette tilgalangan, hadisler tilgalangan seyli rahme dairesiga kiradigan kişiler kim degan savolga kelgan vaqtda inchki surishti qilib eng yaqin doirasiga muayyanlashtirsak, yana dada, ana tarafdan bog'lanadigan urug' tuqqanlarni ko'rsatadi. Masalan, dadasi, anasi va dada ana tarafdagi hamma tog'alari va ast tarafdan o'zining bolalari va jiyanlarigacha bir tuqqanlarigacha mushtarini ko'rsatadi. Endi islomning umumiy ruhiga qaraganimizda, İslam'ın umumi prensipleri qaraganımızda biz bu daireni bu tar halatda bekitip qo'ygandan, to'xtatgandan kengaytgan yaxshi. Chunki islom demek ijtimoiy kapolat demek amaliyotdir. İslam demek o'zaro yaxshilik qilish demek. Mushuni aytgan vaqtda sili rahmaga qilishga tegishli tuqqanlarning doirasi biz bayatdan degan eng kichik doiradan boshlansa, kengayib Irak tuqqanlargacha, hatta xulum xo'shlargacha hammasini qana qiladi, o'ziga oladi. Deganimizdek, islom demek ijtimoiy kapolat demek. İctimai kapolat demek. Bu İslam'ın büyük bir mas'uliyat prinsiplerinden birisi. Bu alaka bu noktadan özara yardımlaşış, mesela biz degandek dairenin en küçük halkasından en keng halkıgacha özara yardımlaşış, ijtimai kapolat, başkalarga beriş, muşu noktalarının hemmesi muşu Kur'an hadislerde tilgalangan sili rahmet dairesinin içine kirdi. Yani biz muşu meyle özümüzdeki üstümüzdeki bir tegishlik zakat qo'shgan mecburiyet şeklideki yaxshilik ata ehson şekilleri olsun yoki undan boshqa nafli şekildeki yani ixtiyoriy şekildeki qiladigan yaxshiliklarimiz olsun. Mushlarning hammasini mushu doirada, mushu halqisiman, yumaloq halqisiman doirada kengaytib berish kerak. Chunki eng yaqinlar bizning yaxshiligimizga eng loyiq kishilar.
Biz şu noktada şu prinsipni tushunishimiz kerak. İnsanning Xoliqqa yetish, Xoliqqa bog'lanish yo'li maxluq orqali bo'ladi. Allohga yetish yo'l Allohning bandalari orqali bo'ladi. Ya'ni yaxshi, solih amallarni qilish orqali Allohga yetadi demakchi. Tabii. Va a'mal solihan tarda. İnsanning dunyoga mavjud bo'lishining tub sababi nima? Yaxshi ish qilish. Yaxshi ish qilish endi nadan boshlanadigan vaqtda yaxshi ish qilish dal biz bayatdan degan shu Siyar Ahmad doirasidagi ishlarning eng tuan, eng tor halqasidan boshlanib, shu bo'yicha atrofga qanday qilsa bo'ladi, kengaysa bo'ladi. Masalan, eng yaxshiligimiz kimga loyiq? Ota-onamiz. Ondan başqa balalarımız, qarindoshlarimiz, tog'larimiz, hammalarimiz shu bo'yicha kengayib narva tuqqanlargacha, ondan başqa yiroq tuqqanlar, xulum xo'shna mush doirada qanday qilsa bo'ladi, kengaysa bo'ladi. Endi mushada mushu munosabat bilan men deb qo'yishga tegishli, qistirib tegishli bir masala, chunki buning orqasidan kelib chiqadigan masalada yaxshilik qilish degan birovlar bilan aralashib o'tish degandek bir hukmni o'ziga oladi. Chunki yaxshilik qilishning maqsadi shu. Siyar Ahmadga buyurilishning maqsadi o'zaro munosabatni bog'lash. Tuqqanlar munosabati nuqtasida biz doirani kengaytdik. Xo'sh. O halqa mahram doirasidagi tuqqanlar bilan qarashlik qilmay kengaytdik biz uni. Kengaytgandan keyin bu yerda bir g'ayri shar'iy shaklda aralashish ahvoli kelib chiqadi. Bulutmaylik bizning millatning ishida biz masalan deyli ota-onamiz, qarindoshlarimiz din boshqa masalan bizning narva tuqqanlarimiz bo'ladi. Hammalarimizninki ballari, o'g'il qiz ballari bo'ladi. Tog'larimizning o'g'il qiz ballari bo'ladi. Mush aralashish jarayonida pek ehtirom bilan yashab kelgan xalq biz. Masalan, oilada bir tuqqanlarimizninki ayollari bo'ladi. yoki qiz bir tuqqanlarimizninki yo'ldosh bo'ladi. Mushu munosabatlarda ehtirom bilan yashab kelgan bo'lg'achqa, shu ehtiromning turtkisida ba'zi chek-chegaralar ayrilmay qolgan ahvollar bor. Shu qarindoshlarimizga tavsiya qiladigan, eskartib qo'yadigan muhim nuqta bu yerda. Tamam, yaxshilik qilish babiga kelgan vaqtda biz degandek shu chambardan, shu dugulak doira bo'yicha dugulaksimon shaklda yiroq tuqqanlargacha qanchalik yiroq bo'lsin kengaysak bo'ladi. Ammo muomala qilish jarayonida chuqum mahram tuqqanlar bilan g'ayri mahram tuqqanlarning o'tirisida muomala jihatda diqqat qilish kerak. Yani musulmon bo'lish sifatimiz bilan shariy o'lchamda tutishimiz lozim. Shariy o'lcham tutishimiz lozim. Yani masalan kiyim-kechak o'lchami bo'ladi. Mahram tuqqanlarga qarta belgilangan kiyim-kechak o'lchami bilan mahram bo'lmagan tuqqanlar o'tirishga kiyim-kechak o'lchami o'xshamaydi. Muomala, gap so'zdimi biroz farq bor. Mahram tuqqanlarning uyisiga har vaqt kiraveramiz masalan, ammo mahram bo'lmagan tuqqanlar, tuqqan bo'lsaqmi, qanchalik yaqin bo'lsaqmi, qanchalik ehtirom qilsaqmi o'zaro, ammo uyisiga kiyib chiqishda masalan xilvat bo'lmaslik degandek, masalan uyda boshqa odam bormi yoki yolg'izmi, mush nuqtalarga alohida qanday qilish kerak, diqqat qilish kerak. Atrofda ko'ramiz, mening navra akamti, navra singlimti degan bahonalar bilan normal aralashib ketadigan ahvollar bor. Tabiiy nurg'unlari normal aralashib bo'lishi mumkin, ammo biroz chegara qo'yish lozim. Ammo bu chegara yana yaxshilik qilish yo'llarini qanaqa qilsa bo'lmaydi, ustun olmaydi. Yaxshilik uzluksiz davom qiladi, ammo shu yaxshilik qilish jarayonida qanaqa qilish kerak? Bir chegara bilan yaxshilik. Chunki Allohning qabul qiladigan yaxshi ishlar, Alloh rozi bo'ladigan yaxshi ishlar. Oyatda bor sura Namlninki 19-oyatida va an a'mala solihan tarda. Cho'qim yaxshi ishimiz Allah razı oladigan bir şekilde bo'lish kerak. Bir şekilde. Çünkü yaxshi ish deganning mana bir ikki o'lcham bo'ladi. Birisi cho'qim dinde belgilangan chek-chegara ichida bo'lish, sunnatga loyiq bo'lishda ifodalanadi bu. Yana birisi xolis bo'lish. Biroq manfaatga bog'lanib qolmaslik, riya va bu degandek Allohning roziligidan boshqa har qanday bir g'araz aralashmagan shakl. Ikki shart hosil bo'lgan vaqtida ondan keyin qilgan yaxshi ishimiz
Allah razılığına yaxşı oldu. Şu vaqtda məqbul buludu ve onun əməli icabi təsiri aramızda şu vaqtda şəkilləndi. Şunun başqa sili rəhmət dairesini qançalik kengəysək yaxşı, amma sili rəhmət qilish jarayonida kep chiqadigan ba'zi salbiy ahvollarga qarata chek-chegarani ayirish to'g'ri. Ondaqdan bizning urf-odatlarimizda o'zlashib ketgan urug' tuqqanlar bilan birga o'tirib qo'pish degandek, ya'ni biz yashagan va o'sib yetilgan bu muhit sunnatga muvofiq emas deyalamdik yani. Endi bizning boshqa millatdan biroz farqlanadi, bizning urf-odatimizda. Başka milletler hem de biraz da özünün məhrəm urug' tuqqanlarının qışida biraz uçquraq yürüydü mesela. Ondan keyin məhrəm emaslarının qışida şunda ahvollar şəkillenib qaladı. Biz bu şekilde muamele qılmaymiz bizning milletga. Bizning milletdə hatta özünün anası deyildi, yoki özünün qizi, yoki qiz özünün dadısı, o'g'il qarindoshlarının aldidimi normalda bak uç qo'ymaydi endi. Bu noktadan bizning millet elhamdülillah biraz yaxshi. Yani qarindoshlarımızga musha haqda tavsiya qildiganimiz faqat mahram bo'lgan tuqqanlar bilan o'ltirib qo'pish, so'z, harakat, aralashish, xilvat yoki xilvat olmaslik, mush qatorliq masalalarda mahram bo'lmagan tuqqanlar bilan mahram bo'lganlarni biroz qana qilish, farqlantirish. Mahram bo'lganlarningki o'zguchlik bir chek-cheki va mahram bo'lmaganlarning o'zguchlik rioya qilish tegishlik bir nimasi va adab axloqlari va buni Alloh subhanahu va taolo Qur'on va hadislar orqali bizga bir hudud, bir chegara shaklida sizib berdi. Sura Baqaradagi 187-oyatida tilka hududulloh fala taqrabuha. Bu yaqinlashmaydigan bir chegara qizil siziq bu. Chunki biz uyan atlab o'tgan hamallam bizning haliqi qilmoqchi bo'lgan sirrahmi, haliqi yaxshi ishlarimiz, haliqi yaxshi niyatlarimiz oxirida yaxshi natijani bermay qilishi, balki salbiy ba'zi oqibatlar, salbiy natijalarga qanoat qilishimiz mumkin, uchrab qilishimiz, ishib qilishimiz mumkin. Faqat sirrahim qilishning hukmi nima endi? Shariatimizda vojibmi, sunnatmi yoki mustahabmi? Yani bizning bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan islom fiqhisida qilayotgan har bir ishimizga urdidigan bir tamom bor. Xo'sh, bir o'lcham bor. Masalan, ba'zi ishlarimiz farz bo'ladi, ba'zi ishlarimiz vojib bo'ladi, ba'zi ishlarimiz sunnat muakkada, sunnat g'ayri muakkada, mubah, makruh, tanzih, makruh, tahrim, harom degandek mushu nuqtalarga ayriladi. Bu savolni nihoyat go'zal chiqdi. Ya'ni sila rahmat qilish Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki Kur'an'daki buyruğu, hadislerdeki teşebbüslerine göre bizge nispeten vacip çıkıdı. Yani biz kesin qilib urug' tuqqan da'chilikni yetkizish vacip deb aytsak bo'ladi ekan. Vaciplarning qadari. Mening bu bir belgileme. Ama yani tekrar bir asl o'tish to'g'ri keladi, ahamiyati bo'lganligi uchun urug' tuqqanlar orasini sel yiroq tuqqan deb üzüp qo'yish asla bo'lmaydi, bu harom. Xo'sh, cho'qim munosabat bog'lanib turish kerak, urug' tuqqanlar o'zaro yo'q qilinib turish kerak. Ammo biz bayatın degandek chegara o'lcham aniq qilish kerak. Masalan, bir misol olsak, bir ya o'rmon yoki bir bayovonda ketib olsak, oldimizga bir chegara sizliqliq bir taxtadan biriga u yoqqa o'tmang, mina ko'milgan rayon deb bir xat yezib qo'yilgan bo'lsa, ya'ni bizni o'tmaslikni cheklagan bo'lsa, xo'sh, yoki sizningki boradigan manzilingiz, nishoningizga mangadigan yo'l bu yoqda bir yo'lni ko'rsatib qo'ygan bo'lsa, shu manga vaqtdagi hissiyotimizni o'ylab boqaylik, yo'lda asla mangmaymiz endi. Mina ko'mil degan joyda. Uni ezib-tezib birəsimizning aqliga bu mening erkinligimni bo'g'di. Ben mangmoqchi bo'lgan yo'lning oldiga nima qo'yibdi, taxta qo'yibdi. Bu yoqqa mangda ko'rsatib qo'yibdi demaymiz. Chunki u bizning salomatimizga foydali bo'lgan o'xshaydi. Hayotda inson yer sharidagi eng murakkab maxluq. Hatto inson o'zini tushunmaydi nurg'un yerlarda. Bu murakkab maxluqni tushundig'ini Alloh, yaratquchi Alloh bilir bu maxluqning ahvolini. Uning qaysi yo'ldan mangsa o'zining nishoniga sog'lom yetib mangalaydi. Qaysi yo'ldan mangsa minaga desib oladi, uni Alloh biladi. Shunga ula degan yerda, munosabatni bog'la degan yerda, orangni ittifoqlashtir degan yerda shu bo'yicha qilishimiz kerak.
Mayanın çekçigirse mao mani bilan bo'lgan munosabatingni ma doirada saqlab qolsa degan yerda shuningga alohida diqqat qilish kerak. Hammasi bizning erkinligimizda bo'lgan yoki bizga bir xafliqlarni atib qo'ygan, mushaqqatlarni atib qo'ygan bo'lmasin, bizning salomatligimiz va turmushimizda xotirjam yashashimiz uchun qo'yilayotgan talablar, qo'yilayotgan mas'uliyatlar, qo'yilayotgan haq-huquqlar ve had hududlar. Hadi yuqoridagi so'zlardan men bir to'rt narsani tushundim. Biri shu urug' tuqqanlar o'zaro ziyorat qilishish, ikkinchi sig'inish va so'rashib turish, uchinchi o'zaro moddiy va ma'naviy tarafdan yordamchi bo'lish, yordamlashish bir-biriga. Ya'ni to'rtinchi Alloh yo'liga yetaklish, haqni tavsiya qilish bir-biriga. Buningki nihoyatda muhim nuqtalar ekan hammasi. Bu bugungi suhbatimizdan nazariy taraf bo'lsa, yuqoridagi bu masalalarni amaliyat qanday tatbiq qilishimiz mumkin? Endi biz bugun suhbatimizning temasi bo'lgan silir rahmiga munosabatlik mazmunning doirasini favqulodda kengaytirib o'tdik. Ya'ni kichigi en tar dairesi değil mi küçük demeyi. Tar dairesi ata-anamiz ve yakın urug' tuqqanlar din başlansa kengaysa bizning yakın qo'lim qo'shnigacha. Buni amaliy hayotda tatbiqlashning shakllari, masalan hamda ularning ahvolini hech bo'lmasa eng aqllisi surishtirib turish. Surishtirib turish. Bo'lsa hamda bag'an siri bir jamiyat kengaydi. Hatta adam o'zining tuqqanlarini bilmaydigan bir holatga yetadi. Tunish bilishlar ko'payib, ba'zi tunish bilishlar unutilib qoladigan ahvollar bo'ladi. Bo'lsa bir tizimlikdan birini tug'izish. Tizimlikdan birini tug'izish kerak. Tizimlikdagi har odamni o'ziga inson biz davomli biz tashabbus qiladigan bir ahvol bor. Yaxshi ishdan birisininki yetilishi uchun oldi bilan inson o'zini zo'rlash kerak. Xo'sh. Aldı bilen sün'i şekilde, kıgısı bombusu mu, eği kesim zorlaş gerek. İkinci kademde biraz öz düşüdü. Üçüncü kademde senin ahlakınga aylanır. Şu vakitte senden bunu olursa. Muşu işte mi, muşu urug' tuqqanlar meselesi mi? Biraz zor kesim o. Hizmet şunca aldıraş olsun mu? Okuş şunca aldıraş olsun mu? Ticaret şunca aldıraş olsun mu? Al urug' tuqqanlarning bir tizimligi bo'lishi kerak qishingda. Sana bo'lgan yaqinlik darajasi bo'yicha Anlayken şu boyunca üzerine vakit tutup, şularning ahvoliga qarab turib, ularni ziyorat qilib turish kerak. Ahvolini kuzatib turish kerak. Sog'lomligi qanday, tijorat ishlari qanday, kirimlari qanday, chiqimlari qanday, bolalari qanday bo'yotidi. Agar qo'lingdan kelsa, shu ishlarga yordam bersang bo'ladi, ehtiyojli bo'lib qolsa. Qo'lingdan kelmagan taqdirda sen ularni qanday qilib qo'ysa, hech bo'lmasa bir maslahat tursa, Palani pukulu bunun yardım bereleydi mesela. Maaşını ma şekilde qanday qilsa, hal qilsa, bunun yolları avu, bunun yolları mavu degandek bir şekilde yo'qlab turish kerak. Mana bu bizning mavjudligimizning asosiy sababi şekilde talab qilingan yaxshi amal degan shu. Sura Nahlning 32-oyatida udkhulul cennete bima kuntum ta'malun. Yani inson qilgan amali bilan kiradi jannatga. Yani cennetga kirishning bir bedeli var. O bedel dünyadaki nima? Yaxshi ish. Cennetga kirgandan keyin bu daraja bo'ladi ya jannatniki. Aşı darajami hatta ve li kullin darajatun mimma amilu. İnsanның qilgan ishiga qarab turib daraja bo'ladi. Dünyada hayotini yaxshi ishlar bilan o'tkazgan inson bilan yaxshi ish qilib boqmagan insonning jannatda darajasi o'xshash bo'lishi bu mumkin emas. Hatta qiyomat kunisi bizning tunji eslab qoladigan, tunji orzu qiladigan ishimiz nima? Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan. Yani bir qaysam yaxshi ish qilib olsam, yani dunyoda qiladigan eng buyuk ish bu. Endi yaxshi ish desa, bizning kallamizga shunday bir xato hukmlar kelib oladiq, yani. Yaxshi ishni boshqa yerdan izlaymiz-ku. Bek büyük yaxshi ishlarni izlaymiz. G'oyivon yaxshi ishlarni izlaymiz. Masalan deyli, islomga xizmat qilish desa, islomda boshqa bir narsa yo'q. Musulmonlarga xizmat qilish desa, musulmonlarda boshqa bir narsa yo'q.
salih amal qilamiz, salih amal deb ayrim bir narsa yo'q. Shu bizning atrofimizdagi Ahmad, Mehmet, Samatlar islom shu. Xo'sh. Musulmonlarni so'yganlik, atrofimizdagi Ahmad, Mehmet, Samatni so'yganlik shu. Musulmonlarga xizmat qilish, atrofimizdagi bizga o'xshash ikki put mang'adigan musulmonlarga xizmat qilganlik shu. Yaxshi ish deganlik shu, atrofimizdagi yaxshi ish shu. Cho'qim boshqa yerdan, boshqa salohiyatlar, boshqa bir qiyofatda kelsa yaxshi ish va xizmat va suyish atrofimizdagilarni unutilib qolishi bu bir musibat. Shu boshqa yaxshilik bizning eng yaqinlarimizdan qanday qilish kerak? Başlamış kerak. Demek biz o'zaro urug' tuqqanlarimizni yo'qlash va shularningki ahvolidan xabar topish va hamkorlashish, moddiy va ma'naviy tarafidan bir-birimizga yordamchi bo'lish, yordamlashish asosida bir oila halqib urug' tuqqanlar ichida bir jamiyat shakllandi. Undan keyin bizningki masalan jamiyatningki isloh qilinishi va yaxshilanishi va birlik va barobarlik, hamkorlik tug'izishiga asoslanadigan gap. Dal mushu yerdan boshlaydi. Biz suhbatimizning birinchi qismidan davatimiz bu, ta'kidlayapmiz bu gapni. Bugungi bolalar masalan deyli, kelgusidagi jamiyat shu. Masalan, urug' tuqqanlarimiz bor. Urug' tuqqanlarimizningki bolalarining ahvolidan biz bexabar. Ya moddiy sabab tufaylidan maktabda o'qitilmaydi, masalan deyli. Yoki ideyasidagi bir fikr, maktabga bo'lgan ahamiyatning bo'lmaganligi, maktabga favqulodda bir ko'ngil bilish bo'lmaganligi tufaylidan sal qarab bolalarni o'qitmaydi. Biz atrofimizga tunish bilish, urug' tuqqan qo'lim qo'shnilarning mushtaraflaridan xabar topishimiz kerak. Siz degandek ma'naviy va moddiy jihatda bularni yaxshilikqa yetaklash kerak. Bolalar misol, bolalar maktabda o'qitmagan bo'lsa, maktabda o'qitishga tashabbus qilish kerak. Agar moddiy jihatda qiyinchilik bo'lsa, qo'lingdan kelsa sen hal qilasan, qo'lingdan kelmasa hal qiladigan quldan qildiganlar bilan aloqa qilishib, udlashtirib qo'ysa, buning o'zi bir sil rahmining bir turlari. Chunki men shunday qarayman, bir kichik bolalarni, masalan, biz bugungi kundagi 10 yoshlik, 8 yoshlik, 9 yoshlik, 11 yoshlik bizning oilamizdagi bolalarimizni o'qitmasdan kelgusi jamiyatga qo'yib o'tish, so'zlashni bilmaydigan odamni dengizga tashlatgan bilan o'xshash. U vaqtda mayli shaxsiy yoki millat xarakterlik yoki davlat o'pqasi davlat xarakterlik bir mahkumiyatning tunji qadami. Sening shu tuqqanlaringning, qo'lim qo'shnilaringning, atrofingdagi kishilarning bolalarining yaxshi tarbiyalanmaganligida sil rahmi babida turib sizning bir kishilik mas'uliyating bo'ladi. Çünkü bu noktada her bir adam mas'uliyat egisi. Sil rahmi babida turib bir mas'uliyat egisi bo'ladi. Razı olsun. Allah Subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerim'de meşhur sil rahim to'g'risida bir necha oyatlarda bir necha yerda bayon qildi. Shulardan biri vallazina yasiluna ma amarallohu ma amarallohu bihi ayyusal. Yani bir oyatda sil rahimni uzishninki xatiri to'g'risida bir agahlanadigan asosda yana bir oyatda fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum deb bayon qildi. Yani sil rahimni uzib qo'yasizlarmi deb bir andisha Allah Subhanahu wa taala mu'minlardan bir andisha qilgan bir ma'nodagi bir oyat. Endi Allah taala yuqorqi oyatda insonlarni nimaga buyuruydi? Vallazina yasiluna ma amarallohu bi yusal, ikincisi va tuqatti'u arhamakum. Yani bu oyatda burilgani shu, biz yuqorida bayon qilayotgan sil rahmi shu. Qilishga tegishlik suhbatimizning başida degandek majburiyat shaklidagi bir sil rahmlarimiz bor. Masalan, deydi zakat. Yaşayotgan odamning zakat bergandek bir holati bo'ladi emasmi? Bir zakat masalasida aqallisi zakat atrofimizdagi tuqqanlarimizdan boshlanib, undan keyin sirtqa taqiladi. Yana bir nuqtani eskartib qo'yay. Zakat insonningki insonnamda bir tasvirlasak bir daraxtga o'xshaydi. İnsonningki bir g'o'l va yiltiz ikki bir taraf bo'ladi. Ya'ni ota-onasi va bolalari. Zakat bu ikki nuqtaga to'g'ri kelmaydi. Zakat bu ikki nuqtaga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni ota-onasiga to'g'ri kelmaydi. Ota-onasining ustidagi bo'g'illarga to'g'ri kelmaydi. Mayli ona tarafdan. Va bolalarga to'g'ri kelmaydi. Bolalarining bolalari narilarga to'g'ri kelmaydi. Ammo daraxtning shoxchalari bor, yandan chiqqan.
bir tuqqan, Akufka, singil ve tağa, Tağa, amma, jiyan, mavla. Bularga asosi g'ol emas, yandan chiqqan shaxslar bo'ladi. Bular agar zakotga ehtiyojli bo'lib qolsa, dal zakot mishatdan boshlanadi. Zakot insonning eng aqalli ado qiladigan bir majburiyati, yaxshilik majburiyati. Bu yaxshilik dal mushu nuqtadan boshlanadi. Hatto mening tavsiyam bularga zakotni bergan vaqtida mau zakotni degan shaklda emas. Masalan, uni bir hadiya shaklda. Hadiya shaklda deganimiz, masalan, mening ya qirindishim bor, yoki tag'am bor, yoki narvitqonlarim bor. Qirsak ahvoli biraz yaxshi emas. Hisobga ehtiyoji bor. O'zining qilayotgan kirimi normal turmushiga yetmayotgan. Bolas oliy maktabga kirmayotdi. Nimishqa? To'laydigan puli yo'q, masalan. Maktabda o'qimayotdi, chunki maktabninki masraflarini to'lamayotdi. Biz buni ko'rdik. Ana o'g'andikin biz zakotimizni shaqqida shuningga yordam sifatida mana ma pulga balangizning maktab pulisini to'lang, masalan. Ma pulga balangizni o'qiting. A pulga ehtiyojingizni qamdang. Ma pulga siz davolaning kelishingizga. Ma shaklda hadiya shaklda ularning qalbini qirmasdan, ularni bir kichik tushamasdan, masalan, ya'ni o'zini tuqqanlarining oldida bir past o'ringa uchib qolgandek his qildimasdan ularga sirahmin qilish Alloh subhanahu va taolo bayatdan o'qilgan oyatlarda bu ulashga buyurgan, uzib qo'ymaslikqa buyurilgan munosabat shakllarininki, yaxshiliklarninki turlarining qatoridan. Men faqat zakotni misol sifatida oldim. Undan boshqa nurg'un masalalar bor. Faqat misol sifatida zakotni olib qoldim. Bizning urug' tuqqanlarimizning ichida u ma'naviy, moddiy jihatda yaxshilik qilish emas, tunimaydiganlarimiz chiqib qoladi. Shunday. Buni e'tirof qilishimiz kerak. Hatto bolalarimiz ba'zi tog'alarini arliq yiroq bo'lmasimi, hamda bugungi shaharlashgan bir turmushning ritmi jiddilashib ketgan bir jamiyatda tog'alarini tunigan taqdirdimi, uning engi o'ssa tunimaydigan bu bir nomus bu-chu. Bu islomning asli prinsipiga asla yiroq yaqindan munosib yo'q bir ish asli. İslam bir jamiyatning qurilishini tam inson munosabatidan boshlab qurib chiqishga tashabbus qildi. Biz suhbatimizning birinchisini shu yerdan boshladik. Avval inson o'zi yolg'iz bir inson bo'lib, o'ziga bir hamroh, shu hamrohdan boshlanadi. Ayol, undan keyin ota, bola, shundaymi? Undan keyin qarindosh, undan keyin bu shaklda quriladi islom tashabbus qilgan jamiyat. Bu biz atrofdagi retiventizlashgan dunyoga moslashib ketsak, biz islom ummati bo'lish sifatimiz bilan bu bizga asla yarashmaydi. Endi jamiyatimizda ba'zi kishilar urug' tuqqanlarning aziyat yoki yomonlik qilishini chiqish qilib turib, urug' tuqqanchilikni uzib qo'ydigan ishlar bor. Bu menga eskilik qildi. Buni bilan munosabatimni kesaman. Bo'ldi, tuqqandarchiligimiz yo'q, arada bitsin deganga o'xshagan nimalarni qilib turib. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir hadisi esimga kelyotdi. Laysal wasilu bil mukafi walakinal wasil allazi iza qata'at rahimah wasalaha. Bu Buxoriyning rivoyat qilgan hadisi. Endi urug' tuqqanlarim menga yomonlik qildi deb turib, sil rahimni uzgan kishilarga nima deyishimiz kerak endi? Endi amaliyot yaxshilik loyiq odamga qilinadi va loyiq emas odamga qilinadi. Bayatdan o'qilgan hadisga o'xshash yaxshilik qilsam silahni ulaydigan, munosabatni ulaydigan, agar yaxshilik olmay qolib qolsa, uzdigan bu islom buyurgan yaxshilik emas. Islom buyurgan silahim bu emas yani. Islom buyurgan silahim emas yani. Agar sen yaxshilik qilgan odam, silahni qilgan odam, uningga loyiq odam bo'lsa, ya'ni sana nisbatan bir qilgan yaxshilikqa yomonlik qiladigan odam bo'lmasa, tamam, texmi yaxshi. Bu sendal joyiga bergan bo'lsa, agar sen silahni qilgan tuqqaning masalan, sana yomonlik qiladigan bo'lib qolgan bo'lsa, sen balkim bu orqali yomonlik qilsimi, yaxshilik qilishing orqali bir
tasavvur qilg'usiz bir o'tirda muhabbatning paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, idfa billati hiya ahsan baynaka va bayna kanahu adaw waliyyun hamim kanahu waliyyun hamim. Ya'ni sana yomonlik qilgan odamga yaxshilik qilish orqali uning qalbini fath qiladi. Ma eng muhim nuqta. Men birov yomonlik qilaman. Xo'sh. Uning g'aybatini qilaman masalan-chi. Uning yomon gap taqitma. U uni bilib turib, Xo'sh. men yaxshilik qilsa, menda bir o'ylanish paydo bo'ldi. To'xtab turay. Nima deb men yaxshilik qiladi? Men uning yomonlik qilib olsam, uning g'aybatini qilib olsam, bu bir go'zallik bu-chi. Eng go'zal axloq. Manda bir buyruq bor, tavsiya va islom dinimizda. Allohning axloqi bilan axloqlanadi. Allah subhanahu va taoloning 99 asmo sifatlari bor. Xo'sh. Va Qur'onda bayon qilingan Allohningki bir ish izlari bor. Masalan, Allah subhanahu va taolo gunoh qilgan bandani afv qiladi. Xo'sh. Yaxshilik qilganga Allah uning mukofotini tabiiy beradi. Gunoh qilgan bandiga Allah afv qiladi. Tövbe qilsa uni qabul qiladi. Endi mushu nuqtadan o'zimizga o'ylab baqsaq, bizga yaxshilik qilganlarga yaxshilik qilish bu tabiiy insonlik hamda bu insonlik hal jazaul ihson illa al ihson. Yaxshilik qilmagan, yomonlik qilgan odamga nisbatanmi biz shu idfa billati hiya ahsan degan oyatning taqozosi bo'yicha uning yomonligini yaxshilikqa qanot o'zgartirib, ya'ni yomonlikqa yaxshilik bilan javob berishimiz kerak. Bu amaliyotda bir dars unga berilgan. İnson bunday qiladi deyilgan bu. Yani o vaqtda afuvchanlik to'g'risida jiq oyatlar bor aslida. Xuzil af. Masalan, val kaziminal g'ayz val afin nas intiqom elishga qodir turib, yomonlik bilan javob qilish qodir turib, yaxshilik qildayotdi, judami ya. U vaqtda fazilat turadi. Vaqtda fazilat turadi. Bu orqali sil rahimni yetkazish demakchi yani. Sil rahimni ulash. Endi masalan ba'zi kishilarningki tushanchisida masalan zakat mal to'g'risida bu so'zlanib o'tgan bo'ldi. Moddiy tarafdan yordamlash. Zakat mal chiqirdigan, zakatni berdigan pulning kishilarningki zakatni oilaning sirtiga chiqarishni, ya'ni oilaning sirtiga berishni, oilaning sirtidagi faqir miskinlarni izlab shularga yetkazishni. Buni afzal deb qaraydigan ahvollar bor. Ammo aynı zamanda o'zininki urug' tuqqanlarning ichida masalan hammasininki, tog'asininki ya inisining ya singlisininki degandek urug' tuqqanlarning ichida o'z oilasi ichida zakatga ehtiyojli kishilar bor turib, ya ularning ahvolini chuqurqidek izlashib ya ahvolini so'rab qilmaganlik sababi bilan bilmaydi. Ya qasdlik bilan yoki sahvanlik bilan o'shunda unutilib qolgan ahvollar bor endi. Bu ishlar bizning jamiyatlarimizdami amalan bildigan ishlarningki biri endi. Bu masalalardan bir azroq to'xtalib o'tsak. Bayatdan az ilgari mushaqqim azroq deb o'tgan, yana bir takrorlash zarur bo'lib qolsa, qisqacha takrorlasak bo'ladi. Ya'ni kishi o'zininki o'q üstü tuqqanlari va o'q asli tuqqanlari. Yana buna deganim kishi ota-onasi va ota-onasining ota-onasi, balasi va ballarının balları ma şekildagi tuqqanlarga zakat vas bo'lmaydi. Ammo ondan boshqa yanğa shaxschilik chiqqan tuqqanlar var, qarindoshlari, tog'alari va ondan yiroq tuqqanlari, bularning ichidagi zakatga ehtiyojli qo'yganliklariga tamamen birishki buludu. Birishki buludular emas, bular boshqalar qarag'a vaqti nima afzal. Chunki bunda desa bo'ladi masalan, bir sil rahim yetkazganlik, ikkinchisi farzna zakat farzna qilgan bo'ladi va sil rahim. Chunki Alloh subhanahu va taolo bularni sening tuqqaning qilib belgilab qo'ydi. Buning bir maqsad mudova. Sen birishki tegishlik zakatingni, qilishga tegishlik sil rahmingni bular qilsang kim qiladi? Shunday. Endi mana shu suhbatimizda oxirgi bosqichlarga kelib qolgan turdik. Ba'zida boshqa shahardagi urug' tuqqanlar tarafidan to'y yoki mehmondorchilik o'xshagan ishlarga da'vat qilinib, ba'zida masalan hatto davlat atlab masalan yoki olmaydi 1000 kilometrlarcha
musafir bilan da'vat qilinadigan ahvollar bor. Mushunda ahvol ostida mayli makonninki yoki yo'lning uzoqligi sababidan bo'lsin yoki mazkur da'vat qilingan shaxsninki iqtisodiy ahvolining yarvamaslik sababidan bo'lsin, shu da'vatga istijob qilmasligininki o'zi sila rahimni uzganlik kiramdi yoki uni illa sila rahimni yetkazish uchun keyingi vaqtda o'zi bir vaqti yarvagan vaqtda berib yo'qlab kelishi zarur bo'lamdi. Endi bir ziyofatga chaqirildi. Mayli u to'y yoki aqiqa yoki har xil munosabat lavozim bir ziyofatga chaqirildi. Chaqirishning o'zi sundat bo'lib qolsa, bu chaqiriqqa ovoz qo'yishning o'zi vojibini farz bo'ladi. Bu bir nuqta. Ondan keyin yo'l yiroq, biroz japa berib kelishga ancha muncha chiqim ketadi masalan, yoki biroz charchab qolasan degandek bir sabablar bo'ladi. Bir nuqta oldi bo'lay. Taqatdan yuqurib qolgan vaqtda tamam. Masalan, berib kelgudek hali yo'q. Kesal masalan. Yoki berib kelgudek iqtisodi yo'q, aniq bakroq. Masalan, bayat sizlagandek chat elda bo'lib qoldi. Yoki yo'lda har xil sabablar tufayli qilamidi bo'lib qolsa, uning hukmi boshqa. Ammo qolaydi. Biroz yapat atadi. Mayli iqtisodiy jihatdan, mayli jismoniy jihatdan biroz charchaydi. Bunda bo'lib qolsa, men bir gapni dey. Agar inson mayli o'zining tuqqanlari bo'lsin, qo'lim xo'shlari bo'lsin, do'st birodarlari bo'lsin, hech kimning jafosini tortmayman, hech kimning g'amini yemayman. Men o'zim bilan adam, o'zim bilan yashayman deb qolsa bu odam emas. Bu inson emas. Inson bo'lish sifati bilan cho'qim o'rtaq ijtimoiy yashaydi. Ijtimoiy yashaydi degan gap o'zining tuqqanlarininki, do'st birodarlarininki, atrofidagi qo'lim xo'shlarining ma'lum darajada yukini ustiga oladi degan gap. Bu yerda faqat birov boshqalarnikilam olmaydi. Har inson o'zining boshqalarnikini ma'lum darajada oladi. Qo'shningning ma'lum jafosi tushadi, qoldirig'ining ma'lum jafosi tushadi. Hammadan shunda. Endi odamningki shu mas'uliyat, shu jafo, shu g'amlarni ustiga ololig'ini qarab turib darajasi belgilanadi. Ustiga ololgan mas'uliyat doirasida shu odamning martabasi belgilanadi. O'zining bir kishilik oilasining mas'uliyatini ustiga ololadigan odam bor. Bu bir oilaning beshi bo'ladi. Bir mahallasininki mas'uliyatni ustiga elib shularga qo'lidan kelishcha yaxshilik qiladigan, sir rahmi qiladigan, ularning ishlarini havoda qiladigan odam bo'ladi. Bu mahallasining beshi bo'ladi. Agar bir millatininki gapni biroz cho'ngaytsak, xizmatini qilib, millatining g'amini ustiga elib, millatining dardini o'zining dardi qila olgan odam millatining beshi bo'ladi. Asli inson qanchalik mas'uliyatni ustiga ola olsa, insonda shunchalik maqom paydo bo'ladi, shunchalik ru'ya, nazar doirasi kengayadi, uning shunchalik darajasi Alloh subhanahu va taoloninki nazarida qana qildi, o'rlaydi. Shu bu insonlik bu. Biz islomdan o'ta insonlik. Men o'zim bilan yashayman, men yolg'iz odamdim. Uning bilan nima chaqirgan bu inson emas men uchun. Biz hayvonlar dunyoga qarab baksak, hayvonlar dunyosi bundan yaxshiroq chiqadi. Bu islom mushuni dal mushni tashabbus qiladi. Shunga urug' tuqqanlarininki, yoki do'st birodarlarininki va boshqalarninki, qo'lim qo'shnilarninki bir ziyofatga bo'lgan chaqiriqi ya bir to'y tukunga bo'lgan chaqiriqi amaliyotda insonning ijtimoiyligining bir talabi. Bundan azroq jafo ketadi, azroq badal to'laydi, balki birga azroq kira ketishi mumkin. Chunki sen shunda bir kunlar kelasanki, sening bu yo'ngda o'tkazgan bir ziyofatga odam kelishga ehtiyojing bo'ladi. Sen bo'lmaganda har qanday keladi. To'g'ri. Har odam shaxsiyatliklar yasasa, boshqalar qanday qiladi vaqtda. Shunga buningga alohida ahamiyat berish kerak. Mushumi o'zaro sil rahmaning qatoridir. Ana biz yuqoridagi so'zimizda sil rahim yetkazishninki vojibligini ta'kidladik endi.
ata yoki ona tarafdan kelgan tuqqanlarning hammasi sil rahim yetkazishninki muhimligi va vojibligini ta'kidladik hamda. Qanchaki yaqin bo'lsa, shunchalik muhimligini. Endi masalan, mana shu tuqqanlar ichida birasi to'y qildi yoki qizni chiqardi yoki o'g'lini o'yladi deylik. Shu to'yda endi haroq sharob yoki usul aralashib ayol Moshunda bo'lgan bir shariatimizda taklimi qo'yilgan bir musulmon uchun bir ishlar sodir bo'lgan bir to'y bo'lib qolsa, shu tuqqinninki to'yga qatnashishi lozimmi endi? Biz yuqorida urug' tuqqanchilikni yetkazish vojib dedik endi. Endi moshunda ahvolda qanday qilish kerak? Endi kishininki hamma urug' tuqqan hamma xulon qo'shna, hamma do'st birodarlarning hammasi kishiga o'xshash o'zining diniy qimmat qarashida yashaydigan, dinning ta'limotiga hayotini tatbiqlaydigan, Allohdan qo'rqadigan bo'lishini atayin. Ba'zida urug' tuqqanlarning ichida biroz diniy ta'limotlarga uymaydigan masalan, biroz o'zining diniy qimmat qarashlaridan raqiq yashaydigan, ya'ni diniy tarafi ojiz urug' tuqqanlar bo'lib qoladi. Bu tabiiy har qanday odamning bor. Endi mushlar sizlagandek ba'zi ziyofatlarni o'tkazib qoladi, ba'zi to'ylarni qilib qoladi. To'ylarda ba'zi bir shariat qilib bo'lgan ko'rinishlar bo'lib qoladi. Mayli aroq bo'lsin yoki naqsh suv degandek. Mushta ahvol ostida amaliyotda mushta ahvol duch kelgan kishiga nisbatan bu ichki chalmada bir paxtakni so'qishadigan bir gapimiz bor. Bir cho'ng fursat. Masalan, qanday fursat bu? Masalan, vaqti to'yga kelmaydi. Ammo to'yning oldidan tavsiyam bir 2-3 kun ilgari o'zining aprixga tegishli hadiyasini oladi va boradi. Agar mushtaq qildiganini o'qsa, berib o'zining avval ko'nglini ifodalaydi. Seyli rahmat vazifasini ado qiladi. Va shuningga deydiki, o'zining shuncha kagisining bog'liqini o'zining ko'nglini yaqin tutganligini, ammo to'yda ma shakldagi shariatga, bizning qimmat qarashimizga, millatning madaniyatiga zid ish bo'lganligi uchun men kelinmayman to'yga. Ammo bu sizlarga bo'lgan muhabbatimning yo'qligini ifodalamaydi, munosabatimizning uzilganligini ifodalamaydi. Mening yaxshi ko'nglim bu degan bir shaklda birisi seyli rahmini davom qila oladi, yana birisi shu odamning shu to'yda shu shariatga xilof ishlarni qilmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Balkim shu kishiningki shu ishi bilan to'y egisi yoki ziyofat egisi o'zininki a shakldagi to'y planini, ziyofat planini qanday qilishi mumkin, o'zgartirishi mumkin. Shundan bu ahvol duch kelganlar hech siqilmasin. Shu shaklda muomala qilish orqali balkim onundan güzel bir natijaga erishilishi mumkin. Ammo buningga qo'pollik bilan yoki bunaqa bir xil yiriklik bilan bizda ba'zi bir ahvol bor ya. Munosabatni uzadigan mushu munosabatlar. Qarshi tarafga bir xil taxmin yiroqlashtiradigan bir muomalada bo'lish mencha toza uyg'un ko'rmayman. Gerçi to'yda yoki ziyofatda ma'siyat bo'lsa, ma'siyatga bormas berish, ma'siyatga rozi bo'lish, endi o'ltirishimiz to'g'ri emas. Ammo butunlay tashlab o'tishning o'zi ham to'g'ri emas. Balki seyli rahmini joyida qilish kerak. Va bu ma'siyatning oldini olish uchun eng go'zal uslub bilan, hikmat bilan uni qo'pollashtirib qo'ydigan, arini buzib qo'ydigan shaklda emas, hikmat bilan, aql bilan bir muomala. Chunki oyatning tashabbusi shu. Allohning yo'liga hikmat bilan, aql bilan, donolik bilan chaqiradi oyatda. Boshqalarga muomala qilgan vaqtda eng go'zal muomala qil deydi. Itfa billati hi ahsan. Ud'u ila sabil robbika bil hikma val mau'izatil hasana. Oyatning tashabbusi shu. Shunga go'zal uslublarni ishlatish kerak mashta vaqtlarda. Ziraklik bilan muomala qilish kerak. Buning go'zal natijasi chiqishi mumkin. Biz suhbatimizning oxirgi nuqtasiga kelib qoldik. Endi mana shu sili rahimni yetkazish masalasi to'g'risida millatimizga bir 30 sekundlik bir oxirgi so'zni. Endi biz bugungi Turkiyada yashayotgan sharoitimizga qarata haqiqatan bir qiyin sharoit turibmiz.
Xo'sh. Mayli o'zimizning ota-onasi, urug' tuqqanlari, ko'pinchimizning vatanda qiliqliq. Xo'sh. Bularga sil rahmat qilish, yaxshilik qilish emas, bir kurishash hatta bir ovozni anglashma imkoniyati bo'lmayapti. Alloh subhanahu va taolo yaqin kelgusi yaqin zamonda Allah bu ahvollarni eng go'zal bir holatga o'zgartirib turishini so'raymiz. Mushuningki talafisi shaklda biz tuqqanlarimizga yaxshilik qilmayapmiz. Ahvol so'ramayapmiz. Mencha bugungi atrofimizdagi tuqqanlar yoki tuqqan emas do'stlar yoki tunish bilishlarga shu sil rahmi, yaxshilik qilish, o'zaro munosabatni yaxshilash bir kayfiyatini shakllantirish orqali vatanni qilib qolgan urug' tuqqanlarimizning orasida qilolmagan sil rahmini do'st birodarlarimizning tunish bilishlarimizning orasida umumlashtirib olishimiz mumkin. Mushu yaxshi ishimiz sababli Alloh subhanahu va taolo bizni pat arada o'zimizning tuqqanlari, ota-onamiz bilan, o'z vatanimiz bilan kurashga nasib qilishi mumkin. İnşallah. Allah razı olsun. Hürmetli qarindoshlar, shuni bilan huquq va majburiyat nomli programmamizningki 13 bölümünü mishada oxirlashtirman. Bu munosabat bilan programmamizningki mehmoni ustoz Muhammad Aliga rahmatimni bildiraman va Alloh taoladan bütün xalqimizga ittifoqlik, birlik va mehribonlik bir-birisiga ko'yinadigan haqiqiy qarindoshlikni o'ttirg'a chiqib berishni so'rayman. Alloh taolo hammalarga dunyo va oxiratda yaxshilik ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن